shunga o'xshagan kombikorum yem granula ishlab chiqarmoqchimisiz, biz sizlarga zo'r taklif qilamiz. Mana ko'ringlar, nima apparatlarimiz bor. Yangi granulatorlarda eski va yangi modellari bor. Bu modellarimizni sizlarga hammasini narxlari, ma'lumotlarini, ishlab chiqarish jarayonlarini hammasini video davomida aytib o'tamiz. Kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib, like bosishni unutmanglar. Manzilimiz Farg'ona shahar, Polsha bozorida O'zbek-Xitoy savdo uyi. Ketdik. Bunaqa gigant granulatorlar ko'rganmisizlar? Faqatgina O'zbek-Xitoy savdo uyida men sizlarga boshidan eski va yangi modellarni birma-bir hammasini kilovati, ma'lumotlarini aytib o'taman va eng qizig'i narxlarini aytib o'taman. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Olib keling, mana birinchi eng kichkina, eng soatda 220 ga ishlaydigan uy sharoitida ishlatadigan granulatorimiz 3 kilovat. Ko'rib turibsizlar, ikkita rolli bo'ladi. Bu apparatimiz ba'zi birlar ko'pchilik aytadi 100 kilo, 150 kilo. Yo'q, biz haqiqatda aytamiz. Bizda bu apparatlarimiz 50-60 kilogacha soatiga chiqarib beradi. O'zida uchli matritsasi bo'ladi. Agar matritsani sizlar kattaroq shivoran xolixon bo'lsa ham, uni ham alishtirib beraveramiz. Muammosi yo'q. Matrisalarimiz bizda 2,5, 3, 4, 6, 8 largacha hamma modellarimizga pashti bor. Yo'g'ini tez orada yeb qoladi. Xo'p, bu apparatimiz 220 ga 3 kilovatli mis motor, soatiga sizlarga 50-60 kilo, narxi esa atiga sizlarga $399. Bunaqasi bormi? O'zbekistonda faqat bizda bunaqa narxlar. Undan keyingisi ko'rib turibsizlar, 3 ta rolli va shikalat, mana. Bunda 2 ta rolli bo'lsa, bunda 3 ta rolli. Bunimiz 4 kilovatli bo'ladi. 4 kilovatli soatiga 80-90 kilo plus minus chiqaradi. Bu ham 220 ga ishlaydi. Ko'rib turibsiz, o'zi farq jakotimiz faqatgina asosan rolligi bilan motorida bo'ladi. Motorlar bu ham mis motor. Ko'rib turibsiz, undan tashqari o'zini hammasi dachilari bo'ladi. Necha to'klaring necha kelayotganini ko'rsatib turadi, polni. Bunimiz 220 ishlaydigan 4 kilovatlik narxi sizlarga atigi $440. Nima deydi bunaqasi? Undan tashqari mana yana bitta gigantrog'i, bu ham 220 ga ishlaydi. 4,5 kilovatli 4 ta rolli. Vashshi shkalata. Mana 4 ta rolli, 3 ta rolli va 2 ta rolli. Hammasi 220 ga ishlaydi. Bunimiz soatiga 90-100 kilo chiqaradi. Bunimiz atiga narxi sizlar uchun O'zbek-Xitoy savdo uyida $480 qilib beramiz. Nima deydi? Bormi shunaqasi? 4 ta rolli, bu 2 ta 3 ta rolli emas, 4 ta rolli. Undan tashqari 7,5 kilovatligimiz bor. Buni olib chiqib olib kelganmiz, faqat olib chiqishni uspet qilmadik. 380 da ishlaydi. Unimiz 1 soatiga 7,5 kilovat, 380 ishlayotganda 1 soatda sizlarga 200-250 kilo, ya'ni matrisani katta kichiligiga qarab bemalol chiqarib beraveradi. Bunimizning narxi sizlarga atigi $840 qilib beramiz. Vobshe dahshat. Undan tashqari mana yana 11 kilovatligimiz bor. Ko'rib turibsiz, tayyor o'zi shlipovka qilingan 3 ta rollili dahshat motorlarimiz juda ham og'ir, juda ham kачественный motorlar bo'ladi. Primoy Xitoy o'z zavodidan kelgan. Bunimizni sizlarga hozirgi kunda narxi 11 kilovat 380 narxi atigi $1150. Undan tashqari bular hammasini varankalari bo'ladi. Tushadigan ularga e'tibor bersangiz, bular hammasi bizda bor. Undan tashqari yana bitta zo'r narsa, Farg'ona shahar bo'ylab dastavkamiz bepul. Qolgan viloyat rayonlarga kirishligan eng arzon narxlarda yetkazib beramiz. Xohlasalar montajlarimiz ham bor, xohlasalar bez montaj bor, montajlar hammasi pulli hisoblanadi. Bundan tashqari bu ko'k eski modellarimizni 15 kilovatligi bor, 380 ga ishlaydi, 4 ta rollili bo'ladi. Uni ham narxi sizlarga $1350. Bormi shunaqasi? Albatta faqat bizda. Undan tashqari 22 lik eng katta giganta bo'ladi. Unimiz 4 ta rollili, soatiga 15 kilovatli aytishdan 15 kilovatligimiz soatiga 400-420 kilo, 450 kilo atrofida matritsasiga qarab chiqaradi. Undan tashqari 22 kilovatligimiz bor, soatiga 700-800 kiloga yaqin 4 ta rollili bo'ladi. 380 mis motor bo'ladi. Undan tashqari yana super tarafi, ular hammasi bularimizni hammasiga garantiyalar beramiz. Garantiyalarimiz ya'ni 3 oydan 6 oygacha mahsulotga qarab. 22 kilovatligimiz narxi sizlarga $1790. Faqatgina O'zbek-Xitoy savdo uyida. Vobshe dahshatlari bizda. Endi mana sizlarga aytib o'tgan, mana bunaqa gigant yangi 2026 model nimada farq qiladi sanang? Mana buni balonini ko'ring. Ko'k balon, oddiy balon. Bizdagi mana
yangi modellarda. Undan tashqari vallarida, materialni qalin yupqaligida, roliklarini qalin yupqaligida, undan tashqari ichidagi pichoqlari, obyomi, motordan ham даже farq qiladi, katta kishiligida, baquvvatligida. Bularimiz 220 ga ishlaydigan tur 5,5 kilovatligi bor va undan tashqari 7,5, 11, 15, 22 kilovatlar ham bor. Kimgadir eski model yoqyapti, kimgadir yangi model yoqyapti. Eski modelda mana oddiy yumaloq variantli bo'lsa, bular yangicha 4 burchak, katta, gigant variantlarda bo'ladi. Ulardan hammasini og'zida variantlari bo'ladi. Ularda hammasini zavoddan biz eng zo'r tarafi retseptlarini olib beramiz agar zarur bo'lsa sizlarga. Endi biz Xitoy retseptlarini olib beramiz. Agar o'zingizga mos, o'zing qanaqadir retsept o'ylayotgan bo'lsangiz ham, bemalol ularni ham chiqarishdan mumkin. Bundan tashqari bu uskunalarimiz hammasi yantoqni ham chiqaradi. Yantoq asosiysi. Chunki hozirgi kunda hamma joyda yantoqni olib, yantoq chiqaradi, yantoq chiqaradi deb bizlar albatta chiqaradi. Qolganlargini bilmaymiz, bizga inshaalloh chiqarib beradi. Xo'p, narxlarni aytib o'taman. 4 kilovatli, 3 ta rolli, mis motor plus dachilari bilan mana ko'rdingizlar, komplekt tayyor borasida Tokyo supasida vazirlar ishlab chiqariladi. 4 kilovatligi 1 soatda sizlarga 80-90-100 kilogacha, ya'ni matritsani o'zgartirgan katta kishiligiga qarab bemalol chiqadi. Bunimizda hozirgi kundagi narxi 4 kilovatli narxi $440. Super narx faqat bizda. Bundan tashqari mana 5 sizlarga 5,5 kilovatli 2 xili bor. Ya'ni qanaqa? 3 ta rolligi bor, 4 ta rolligi bor, 5,5 kilovatli. Narxida atigi $20 farqi bor. Bu 5,5 kilovatlimiz 1 soatda chiqaradigan obyomi 120-130 kilogacha inshaalloh chiqarib beradi. Xo'p, bularimiz narxi sizlarga aytib o'tgan bo'lsam, 5,5 kilovat 3 ta rollili sizlarga $460 mayli qilib beramiz. 4 ta rolligi $490 qilib beramiz. Bunisi ham faqat bizda O'zbekiston savdo uyida. Narxlar juda ham zo'r. Mana balonlarni ham ko'ryapsizlar, rezina balon bo'ladi. Bularda ko'rsatib qo'yayman. Kichkinalari hammasi oddiy plastmassa balon bo'ladi. Farqlari yana bitta farqi shunda. Undan tashqari sizlarga 7,5 kilovatligini aytib o'tamiz. 7,5 kilovatligini narxi yangi modelda sizlarga atigi $880 qilib beramiz. Uni obyomi 200 va 250 kilo orasida. 11 kilovatli 3 fazali bo'ladi, 380, 7,5 ham 3 faza bo'ladi. 11 kilovatlikni sizlarga obyomi uni 300-350 kilo bo'ladi. Narxi atigi $1,250 bo'ladi. Bundan tashqari 15 kilovatlisi bor. Shunaqa yangi modeldan obyomi 400 kiloga yaqin bo'ladi. 15 kilovatligining narxi xo'p, sizlarga $1,390 qilib beramiz. Undan tashqari mana 22 kilovatli 4 ta rollilari ham bo'ladi. Hammasini aytganlarimiz inshaalloh narichada bo'ladi. Telefon qilaverasizlar, bemalol pastda nomerlarni qoldiramiz. 22 kilovatligimiz hozirgi kundagi narxi sizlarga 4 ta rollili вообще super kачествоda o'ttiribsizlar. Bunaqasi faqat O'zbekiston savdo uyida. Bunimizning narxi sizlarga eng arzon qilib aytayotgan bo'lsam 1,850 qilib beramiz. Eng zo'r narxlarda. Bizda faqat originali ko'chirmasi emas. Chunki biz o'zimiz izlarni topib, o'zimiz olib kelamiz. Bu narsani biz birovdan ko'chirib, bu yerdan narsa sotayotgan olib kelmaymiz. Bizda hamisha originali birinchi qo'li bo'ladi. Bunimizda hozirgi kundagi eng hadavoy bo'lib turgani fermalar, katta chorvachiliklarda bemalol ishlataverasizlar. Xolasan, keyin yana eng kattasi bor, 37 kilovatli gigant bo'ladi. Uni faqat buyurtma asosida olib kelamiz. Unimizning narxi sizlarga $2,990 qilib beramiz. 37 kilovat, obyomi 1 tonnadan ko'p bo'ladi. Shunga o'xshagan yana dragilkalarimiz bor, har xillari. Keyingi videolarimizda ko'rishlaringiz mumkin. U videolarni ham xudo xolasa kanalga joylab, YouTube kanalimiz, Instagram kanaliga joylab qo'yganmiz yoki Telegram kanaliga o'tib olinglar. Hamma video, hamma uskunalarda xohlagan uskunalaringiz bizda inshaalloh nalichada bor. Qishloq xo'jalik, qadoqlash, ko'p restoran, oshxona bizneslari uchun barcha turdagi uskunalarimiz bor. Undan tashqari yana bizda qo'shimcha uskunalar ham bor, lekin matrisalarni o'zgartirmoqsizlar. Bizga hammasi 3, 4, 5, 7, 11, 15, 22 kilovatgacha bo'lgan matrisalarimiz xolasan 2,5, 3, 4, 6, 8 gacha bor. Bundan tashqari rollilarimiz ham sotuvda bor. Hammasini olib kelib qo'yganmiz. Kimga qanaqa
matritsalar, roliklar yoki uskunalar zarur bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Manzilimizni aytib o'taman. Farg'ona shahar, Polsha bozorining oldida O'zbek Xitoy savdo uyi yoki Vodiy uskunalari do'konida. Pastda nomerlar qoldinglar. Like paskanani unutmanglar. Bizning kanalimizni rivojlanishi uchun sizlarning layklaring, kommentariyalaring o'ta muhim. Kimga qanaqa uskuna qiziq bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Biz sizlarga imkon qadar o'shalarni video qilib, obzor qilib, narxlarini eng arzon narxda, inshaalloh O'zbekiston bo'yicha eng arzon narxda yetkazib beramiz. Sog' va salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.